Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan ingliz tili grammatikasi ikkinchi darsimiz, ya'ni bugun sizlar bilan ingliz tilidagi plurals, ko'pliklar mavzusini birgalikda o'rganamiz. Xo'sh, biz ko'pliklarni qanday yasaymiz? Ingliz tilida ko'pliklar aynan mana shu s qo'shimchasi orqali yasaladi. Ya'ni bu bizda lar degan ma'noni beradi. Bu tomondagilar singular, ya'ni birlik otlarimiz, bu tomondagilar esa plural, ko'plik otlarimiz. E'tibor bering. A bird bitta qush, birds esa qushlar. A cat bitta mushuk, cats esa mushuklar. A pen bitta ruchka, two pens esa ikkita ruchkalar. A dog kuchuk, dogs esa kuchuklar, ya'ni s qo'shimchasi lar. Ikkinchi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan tomon esa bu, agar otlaringizning oxiri y, ya'ni y harfidan oldin undosh harf bilan tugaydigan bo'lsa, ko'plik shakli es qo'shimchasi orqali yasaladi. Masalan, e'tibor bering, one butterfly. Butterfly so'zida y harfidan oldin l harfi kelgan, ya'ni bu l harfi bizda consonant, undosh harf. Shuning uchun ham buning ko'plik shaklini yasaganimizda y harfi es ga o'zgaradi va ko'plik shakli two butterflies deb aytiladi. Agarda y harfidan oldin unli harflar keladigan bo'lsa, ya'ni a, e, o, u, biz shunchaki s qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, one donkey, ya'ni y dan oldin e unli harf kelyapti. Shuning uchun ham buning ko'plik shakli donkeys bo'ladi. Shunchaki s qo'shimchasini qo'shib qo'yamiz. Keyingi ko'pliklar esa, agar otlaringizning oxirgi harflari aynan mana shu harflar bilan tugaydigan bo'lsa, biz ularga es qo'shishimiz orqali ko'plikni hosil qilamiz. Misol uchun, bus s bilan tugadi, glass es bilan tugadi, dish, torch, box, potato. Ko'rib turganingizdek, bularning barchasi aynan mana shu keltirilgan harflar bilan tugadi va bularning ko'plik shakli esa es orqali bo'ladi. Masalan, bus, buses, glass, glasses, dish, dishes, torch, torches, boxes, potatoes, ya'ni es qo'shimchasini qo'shamiz. Lekin aynan mana shu ikkita so'zga hech qaysi qoida bo'ysunmaydi. Radio, radios, piano, pianos. Bularni o'rganib oling, bular o'zgarmaydi. Keyingi holatimiz esa, agar otning oxirgi harfi fe bilan tugasa, vs ga o'zgaradi va shunda ko'plik shakli hosil bo'ladi. Masalan, leaf, ya'ni bu f bilan tugayapti. Knife fe bilan tugayapti. Ko'plik shaklida f vs ga o'zgaradi. Leaves, knives. E'tibor bering, fe bilan tugayapti va vs ga o'zgaryapti va lar degan qo'shimchani hosil qilyapti. Leaves, knives. Va aynan mana bu giraffe, giraffes so'zi ham hech qaysi qoidaga bo'ysunmaydi. Buni ham yodlab oling. Va yana siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgani irregular plurals, ya'ni noto'g'ri ko'pliklar. Child, childs emas, children. Person, persons emas, people ga o'zgaradi. Bundan tashqari yana bir nechta so'zlarimiz aynan noto'g'ri ko'pliklar jadvaliga kiradi. Shuning uchun ham ularni o'rganib qo'yishingiz kerak. Qolganlarini esa izohlarda yozib qoldiraman, ya'ni kommentariyada yozib qoldiraman. Ko'rib, o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, aynan mana shu 3 ta so'zning ko'plik shakli qanday bo'ladi? Javobingizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir so'z uchun ko'plik shaklini biz qanday yasaymiz? Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.